Osiyo Kubogi chorak final. O'zbekiston-Xitoy. Ushbu o'yinni bevosita jonli efirda ko'rishni istasangiz, videoni oxirigacha ko'rishni maslahat beraman. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yaqin daqiqalar ichida siz bilan Ekstra Sport kanali. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Bugungi dasturimiz homiysi sizlarga katta bonuslarni taklif qilmoqda. Ekstra Sport promo kod bilan ro'yxatdan o'tsangiz, 3 million so'mgacha bonusni qo'lga kiritishingiz mumkin. Bundan tashqari, homiyimiz eng katta kayfiyatlarni sizga taqdim etadi. Hoziroq video ostidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va o'z bonuslaringizni qo'lga kiriting. Saudiya Arabistonida 23 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasida Osiyo Kubogi bahslari davom etmoqda. O'zbekiston U21 terma jamoasi chorak final bosqichi doirasida Xitoyga qarshi maydonga tushadi. Mazkur uchrashuvni bahraynlik hakam boshchiligidagi guruh boshqarib boradi. Bosh hakam Amar Ibrohim Hasan Bahrayn, yordamchi hakamlar Muhammad Jafar Bahrayn, Nosir Solim Ummon, Hamid Muhammad Qatar, avar hakami Kim Woo-song Janubiy Koreya, zaxira hakami Chin Eng-jong Singapur. Ma'lumot uchun uchrashuv 17-yanvar kuni soat 16:30 da start oladi. Saudiya Arabistoni mezbonlik qilayotgan 23 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi Osiyo Kubogi turnirining guruh bosqichi yakunlandi. Chorak finalda Yaponiya, Iordaniya, Vyetnam Birlashgan Arab Amirliklari, O'zbekiston, Xitoy, Avstraliya, Koreya Respublikasi o'zaro kuch sinashadi. O'zbekiston-Xitoy o'yini g'olibi yarim finalda Vyetnam Birlashgan Arab Amirliklari juftligi g'olib bilan o'ynaydi. Ma'lumot uchun O'zbekiston-Xitoy uchrashuvi 17-yanvar kuni soat 16:30 da start oladi. Xo'sh, ushbu o'yinni bevosita jonli efirda ko'rishni istaysizmi? Biz sizga shu imkoniyatni taqdim etamiz. Buning uchun albatta ushbu kanalimizga obuna bo'lib, video ostidagi Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Aynan ushbu Telegram kanalimizga jonli efir havolasini tashlaymiz. Qadrli do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz? O'zbekiston terma jamoasi Xitoyni mag'lub etib, yarim finalga chiqa oladimi? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga esa like bosib ketishni unutmang. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.